Qaranglar, logistika deganimda, logistika nima o'zi opa deysizlar. Yo, logistika bu uyda o'tirib, bitta yukka ikkinchi tarafga yo'naltirishlar, o'rtada vositachilik qilasizlar. Bir kunda 100 ming so'mdan boshlab 500 ming so'mgacha bemalol topsanglar bo'ladi. Topgan pulinglar sirazi kartanglarga, o'zingizlarning kartanglarga tushadi. Bu qizimizni sizlarga taklif qilaman, qaranglar. Bu doimiy kurator. Bu degani daromadga chiqqan paytingizda ham sizlar bilan onlayn muloqotda bo'lib turadi. Любой moment yordam so'rasanglar beradilar. Noldan boshlab to pul topmaguningizcha yoningizda bo'ladilar. Ism, familiya, telefon nomeri, hamma narsalari bor. Ishonchli, necha yillardan beri mingdan ortiq shogirdlar chiqazgan. Hozirgi kunda o'zligi bilan birga gruppada ishlashadi qizlar. 300 dan ortiq kontakt nomerlar, mingdan ortiq bazalar, 3000 dan ortiq oldi berdi nimalar, hammasini ish qilib iqir-chiqirgacha o'rgatadi qizlar. Daromad payti bir kunda $1000 topasizlar demayman, lekin 500 ming so'mgacha bemalol 4 soat vaqtinglarni sarflab topishinglar mumkin. Hamma harakat qilsa daromad topadi. Telegram